Do'stlar, bu mashinani chaqnab xo'sray bo'lib turishini e'tibor etinglar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Cobalt sotuvda bor. Yaqinlar shu mashinani aloqasizlar. Xudo xolosa sizlarga zo'r narxda qilib beramiz. Xohlasangizlar barter, xohlasangizlar ikkilamchi savdo. Iloji boricha naqd pula sotiladi. Mashinamizni bitgan yeri, bitadan yeri do'stlar 125 million so'm. Bir dana karnisinde şappat yerinde petnosu var. Karnizi tiyinde eshikda. Boshqa yeri 100% radno görüp pişirib olaverasiz. Mashinaning ishchi ko'rinishlarini bir qator sizlarga qiziq ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, avtomashina dim ideal holatda turibdi. Qarasangizlar bo'ladi yana. Mashinamiz 90 ming probeg etiga, chexol, polik, linoleum, metan bir mashina nima kerak bo'lsa hammasi ishlanib turibdi. Faqatgina bunga ega kerak. Kimda kim Cobalt olaman deb, mexanik korobka olaman deb niyat etib turgan bo'lsa, shu videoni shu niyat etib turgan yaqinlaringizni yuborib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Like ni bosib, uchirib beraveradigan yeri.